Mirza Ulug'bek. Mirza Ulug'bek 1394-yılı 22-martda tug'ilgan. Чынығы аты Muhammad Tarag'ay bo'lib, Ulug'bek ağa cho'ng otasi tarafından berilgan psevdonim bo'lgan. Es tutumu kuchli, aqli qursh bo'lgan Muhammad Tarag'ay arab, pers, mo'ng'ol, xitoy tillarini miqta o'zlashtirgan. 15 yoshli Ulug'bek cho'ng otasi Amir Temurning Samarqanddagi taxtına o'tirgan. Samarqandning simvoluna aylangan Registon ansamblining alğaçqı qurilishi da o'shal Mirza Ulug'bekning davrida boshlangan. Buxoroda qurdirgan medresesining eshiklarine arab tilinde bilim alu har bir musulmon erkek jana ayol uchun farz degan urag'anda o'yib yozdirgan. Mirza Ulug'bek 1424-1429 yıllarda observatoriya qurdirgan. 1445-yılda yazılgan Zici Jadidi Köragani çıgarması okumuşluğunu dünyöge tanımal kılgan. Bu çıgarmada 1018 dana yıldızdan meykindikdegi ordu ko'rsatilgan bolup, bu katalog kılımdar boyu dengizçiler üçün geografiyalık koordinatalarda anıqtooda işenişli bulaq bolup kelgen. Mirza Ulug'bek'tin yıl esebin zamanbap esep kitaplarga salıştırsak, al bolğonu 1 minut 2 sekundga ayırmalanat. Mirza Ulug'bek 1449-yılı 27 oktyabrda qurman bolğan.